Agar sizda grija bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring, shunaqangi zo'r ma'lumotlar olib chiqib ketasiz. Bu bemorimiz bizni qabulimizga kelganlarida yura olmasdan yerlari ko'tarib chiqqanlar videosida qo'yib ketaman, bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu bemorimizga aytganmanki, sizda ikkita yo'l bor. Biri operatsiyaga borasiz, operatsiya qilasiz, operatsiya qildirganingizda mana bu grija bo'ladi. Grija kestirib olib tashlaganingizdan keyin bu grija qaytib chiqib ketishi mumkin. Chunki kesgandan keyin bu mana teshik ochiladi. Teshik mana kesdi, mana yerda teshik to'g'ri ichkariga setka ham qo'yadi ayrim shifokorlar, lekin bu grija chiqib ketish xavfi juda ham katta. Chunki hozir ham bir bemorim bizda lecheniya olyaptilar. 1 yil oldin, tasavvur qiling, 1 yil oldin operatsiya qildirganlar, hozir yana grijalar chiqib ketgan. O'zi kelyaptilar, yana operatsiya qildiraman, hozir yana chiqib ketdi-ku deb ko'rsatyaptilar. Yana bitta meditsira 2023-yilda operatsiya qildirganlar, 2026-da kelyaptilar, grijalar yana chiqib ketgan. Endi nima qilaman deb menga savol berib o'tiribdilar. Ya'ni bu grijani kesib oldirib tashlagandan keyin chiqib ketish xavfi juda ham yuqori. Eng zo'ri bu grijani o'z vaqtida, mayli endi vaqtni o'tkazib olgan bo'lsak ham biz sizga yordam berishimiz mumkin. Bu grijani o'zini surdirishga yordam beramiz. Boya aytgan bemorim yura olmasa kelganlar, keyin lecheniya olganlardan keyin natijalarni ko'rishingiz mumkin. Yurishni boshladilar. Ya'ni bu bemorimga aytganman, yoki operatsiya yoki bezoperatsiya. Bezoperatsiyada siz sabr qilishingiz kerak. Biz sababini men misol uchun qadriyatim, xarakterim shunaqa, maksimal harakat qilaman, hech kimga garantiya bermayman. Chunki sizga bitta garantiya bermasligim sababida aytaman. Bir kardiolog 31 yoshli nimasan yurak doktori, hamma joy sog'-omon, lekin o'sha yuragiga ishlamay ertalab ko'zida ochilmasdan o'lib qolgan. Ya'ni aytamanki, men hech kimga garantiya bermayman, lekin sababini maksimal qilaman. Instagramga kirishingiz mumkin. Bemorlar qanaqa rezultatlar juda ham ko'p qo'yishga harakat qilaman, chunki xalq ko'rsin, shuni tushunsin degan maqsadda ochiqchasiga qo'yaman. Men rezultatni ko'z bilan ko'rganga so'ng menimcha ishonsa kerak. Mana oldingi holati, mana bu bemorimiz ham oldingi holati, keyingi holati, sabr qilib lecheniya olgan, mana sekin-sekin etap bilan so'rilgan. Ya'ni grija bu uzoq vaqt o'tkazib yuborsangiz qochishni ham boshlaydi. O'shaning uchun ko'p vaqt ketib qoladi. Agarda sizga grija bo'lsa, siz bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Pastga nomer qoldirib ketaman. Hozirroq shunday telefon qiling, menejerimizga bog'laning. Biz sizga yordam berishga tayyormiz. Har doim men zapis bilan qabul qilaman, chunki o'sha nomer misol uchun hozir ham mana bemorim kelib qoldi, tez video olib qo'yib yuboryapman. Telefon qilib kelishadi har doim. Telefon qilganda o'sha vaqt soati bilan bo'lgan har doim yaxshi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Agar siz o'sha Yevropa mamlakatlarida qo'llangan usullar orqali grijada xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga yordam berishga tayyormiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlarga xizmat qilish uchun shu boshqa davlatlarga borib o'rganib, mana shu sizlarda xizmatinglarda yuribmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Telefon qilib kelaverasizlar agar davolanishni istasangiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.